Assalomu alaykum, mana hurmatli kuzatuvchilarim, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Hammalaringizga xayrli kun. Kuningiz yaxshi o'tyaptimi? Mana yaxshi, mana ko'rib turganinglardek. O'rtoqlar, bitta gapda shuni sizlarga aytgim keldi. Mana g'iybatchi xotinlar deb qo'yamiz-ku, hamma mahallada bo'ladi. Ikkitadan, uchtadan g'iybatchi xotin bo'ladi. Ba'zi bir mahallalarda ko'proq ham bo'ladi. Shunaqa bizda ham bor-da. Naryoqdan ko'rinsam, qoram ko'rinsam. Voy, eshitdinglarmi, palonchini kelib. Voy, bu ana erdan ajragandan keyin 3 taga tegib chiqibdi. Voy, bu kimga ham xotin? Yoniga kelganingizdan keyin. Voy, yaxshimisiz deb betizga kulib. Tuzingmisiz, ayizlar yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Tinchmisizlar? Voy, sog' bo'ling, salomat bo'ling, sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Voy, sog' bo'ling, hammasi bo'laveradi deydi-da, 2 qadam yurib ketganingizdan keyin yana boshlaydi. Voy, o'zi bu endi adashib olib qo'ygan edi-da. Qo'shnimiz adashib kelin qilib oldi buni o'zi kasal deyishgandi, buni o'lib qoladi deyishdi. Bu endi bu 20 yil yashadi, bekor umri zoya ketdi. Tug'mas xotinni olib o'zi olmaslik kerak deydi. Voy, odamlar, baraka topkurlar, nima kerak?